So'nggi 7 kunlikning eng muhim tafsilotlari bilan Blockchain Texnoda hafta dayjesti. Forbes joriy yilning milliarderlar ro'yxatini e'lon qildi. Ushbu ma'lumotga ko'ra, CZ Xitoydan chiqqan eng boy inson sifatida qayd etilgan. Uning boyligi hozirgi paytda 65 milliard dollardan ziyodroqni tashkil etib, 24-o'rinni qayd etib turibdi. Qiziq fakt esa ko'pchilik uni xitoylik deb bilsa ham, lekin Forbes uning fuqaroligini Kanada deb ko'rsatgan. Shuningdek, haftaning yana bir qiziq ma'lumoti USDT endi Boliviyada shunchaki kriptoaktiv emas, balki haqiqiy valyuta sifatida ishlatilyapti. Tether kompaniyasi bosh direktori Boliviyadagi supermarketlardan birida tushirilgan suratni e'lon qildi. Unga ko'ra, supermarketdagi narxlar USDTda ham yozilgan edi. Isroil Eronning yadroviy obyektlariga zarba bergandan keyin ushbu yangilikka bozorlar yaxshigina aks-sado bilan javob qaytardi. Masalan, fond bozorlarida yaxshigina tushishlar kuzatildi va investorlar imkon qadar riskli aktivlardan voz kechib, xavfsiz oltin kabi aktivlarga o'tishni boshlab yubordi. Neft narxi esa 10% dan ko'proqqa oshdi. Bitcoin ham ushbu xabardan keyin keskin tushish ko'rsatib, naq 103 ming dollargacha yaqinlashdi. Aynan mana shu xabardan keyin kripto bozoridagi yuqori volatillik sabab 24 soat ichida ushbu bozorda 1 milliard dollarlik pozitsiyalar majburan yopilgan. Umuman olganda, kriptoaktivlar kabi riski yuqori bo'lgan aktivlar global notinchlik fonida yaxshigina salbiy dinamikani ko'rsatib kelyapti. Jarayonga tahliliy ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, agar vaziyat yaxshilanmasa, ushbu salbiy dinamika davom etadi. Aynan mana shunday paytda bozordagi kichik investorlar o'zlaridagi aktivlarni sotishga kirishib ketgan bir pallada yirik kitlar boshqa yo'ldan ketyapti. Masalan, so'nggi 8 soat ichida bir yirik kit Coinbase va Wintermute birjalaridan naqd 48 mingdan ziyod Ethereumlarni sotgan. Ushbu xarajatlar esa 127 million dollarga baholanyapti. Blockchain va kriptoaktivlarga doir eng so'nggi yangiliklarni Blockchain Techno Telegram kanalimizda kuzatib boring. Ijtimoiy tarmoqlarimizga obuna bo'lishni unutmang.